O'zbekiston FIFA reytingida kuchli 50likka kirdi. Noyabr oyidagi FIFA kunlari ortda qolishi bilan dunyo futbolida yana bir muhim yangilik e'lon qilindi. Milliy terma jamoalarning navbatdagi global reytingi chiqdi. Yangi ro'yxatda O'zbekiston terma jamoasi tom ma'noda sezilarli o'zgarish qayd etdi va 5 pog'ona yuqori ko'tarilib 50-o'rinni egalladi. Ilgarigi baholashda esa jamoa 55-pog'onani band etgandi. Bu taraqqiyot tasodif emas. Misr bilan o'tgan o'yindagi ishonchli g'alaba, Eronga qarshi kechgan teng kurashli bahs va penaltilar seriyasidagi ustunlik, barchasi yig'ilib jamoa hisobiga 969 ochko qo'shdi. Hozirgi paytda milliy terma jamoaning umumiy hisobida 1462.03 ball bor va bu ko'rsatkich O'zbekistonni Osiyo futbolida yangi bosqichga olib chiqdi. Yangi reytingga muvofiq O'zbekiston Qatarni ortda qoldirdi va qit'adagi 5-kuchli terma jamoaga aylandi. O'zbekistonning oldida faqat Yaponiya, Eron, Janubiy Koreya va Avstraliya turibdi. Bu esa o'z navbatida milliy jamoa bosib o'tayotgan yo'lning qay darajada to'g'ri ekanini ko'rsatadi. FIFAning umumiy ro'yxatiga nazar tashlansa, kuchli to'rtlik o'zgarmagan. Birinchi o'rinda Ispaniya, undan keyin Argentina, Fransiya va Angliya joylashgan. Braziliya esa 2 pog'ona yuqorilab 5-o'ringa qayta ko'tarildi. Reytingdagi bunday o'sish nafaqat muxlislar uchun xushxabar, balki jamoaning kurashuvchanlik, mehnat va rejali ishlari samara berayotganining ham yorqin isbotidir. Oldindagi maqsadlar esa yana baland. Terma jamoa uchun yo'l endigina qiziq boshlanmoqda.